Bratan, я 10 лет Rossiyadan я ушел. Qishloqqa. Вот это Роза, mama. Ayangga beraman gulni. Ha. O'zbekcha gapirib, ruschani chalkashtirib o'ryapsan, uka? Ona haqida qo'shiq bilasizmi? Men ona haqida bilaman faqat. Eshitasizmi? Ha. Onam kasalman demay, holi yomondan demay. Bo'ldi. Ey, bratan, yeyishgan odam onasi ketibdi deb o'ylaydi bu qo'shiqni. She'r aytib kiramiz. Ona, sochlaringga oralabdi oq, ol mening sochlarim qoralarini. Abtinga qarab, saching yo'q-ku, nimasini oladi? Jimjit kirib chiqamiz, tushundingmi? Hech kiramiz. Tushun. Ketdik. Onajon, Rossiyada musofirda yurgan o'g'lingizdan mana bu gul sizga sovg'a. Agar shu o'g'lingiz hozir oramizda, yonimizda bo'lganda unga nima degan bo'lardingiz? Bu kuchuk kelsa, oyog'ini sindirib o'ldiraman. Mana qo'shnimiz Marfatning o'g'li oyiga 7 tadan tashlaydi. Bu bitta ham tashlagani yo'q. Baribir men ham onamanda qo'ng'izon bolasini opog'im deydi. Bu qo'ng'izdan bitta. Kesam o'ldiraman uni. Bo'ldi, jahlingiz chiqib turgan ekan, endi otamizga ko'ra yuzlansak, ha? O'g'lingiz shu yerda bo'lib qolsa, nima degan bo'lardingiz? Buni gaplariga e'tibor bermang. Ayol kishida nimasi? Mana erkak kishiman. Erkak kishini erkak tushunadi. Endi maqsa ham otaman, endi. Otaman. Kesin peshonasidan otaman. Qo'limga nima kelsa otaman. Qilaman uni, tushundingmi? Beshafqat ota-ona ekansizlar. Ayolidan so'raganim yaxshi. Siz mana turmush o'rtog'ingiz hozir oramizda, yonimizda bo'lib qolsa, siz nima degan bo'lardingiz? Sog'inganman, bolalari ham sog'ingan. 5 yildan beri kelmaydilar. Tezroq kelsalar edi, qaniydi? Ajrashib yerga ketardim. Ajrash haqida gapirmang. Axir turmush o'rtog'ingiz sizni o'ylab, Rossiyadan sifatli dahshat shirinliklardan berib o'rgan. Mana. Bu sifat o'zimizda ishlab chiqariladi-yu, bolalarim ham shundan yeydi. Lekin baribir kimnidir topib olganlar. Yo'q. Nimaga bir odam uchun bunaqa yomon fikrdasizlar? Balki u qiynalib ishlab yurgandir musofirlikda. Balki qurilishda ishlab kelganlar bo'lgandir. Balki ichkilikka o ichmaydi. Balki qizlar bilan yurgan bo'lishi mumkindir. Yo'q. U yaxshi bola, hech qachon qizlar bilan yurmaydi. O'zi bitta ayiq qoluvdi, paniyatga bermagan. O'la. Voy, Dada. Ke. Bekor oyoq kiyibman. Quyon tezroq edi.